Ajrim nikohdan ajratishda ota qanday holatlarda ariza bera olmaydi? Javobi Oila kodeksida yozilgan. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 39-moddasi bor. 39-modda. Oila kodeksining 39-moddasi. U yerda konkretni yozilgan. Erning nikohdan ajratish to'g'risida talab qo'yishini man etadigan holatlar. Xotinining, mana o'sha holatda aytaman, xotinining homiladorlik vaqtida, ya'ni homiladorlikni bilyapti, homilador vaqtida va bola tug'ilgandan keyin 1 yil mobaynida er xotinini roziligisiz nikohdan ajratish to'g'risida ish qo'zg'atishga haqli emas. Haqli emas. Ya'ni homiladorlik va tuqqandan keyin 1 yil ichida eri nikohdan ajratish to'g'risida ish qo'zg'atishga haqli emas. Onasi qo'zg'atishi mumkin. Yoki rozilik berishi mumkin. Mana men roziman shu qo'zg'atishingizga dedi, eri qo'zg'atishi mumkin. Mana savolingizga shu javob.